ayniqsa menga yoqqani duduqlanuvchi mavzusi bo'ldi. Iboralar o'zlari ishlab chiqqan metodikalari bor ekan, juda ham zo'r qo'llanmalar bor ekan. Menga aynan o'sha duduqlanuvchi temasi juda ham yoqdi. Boshqa joylarda ko'rmaganman, boshqa joylarda o'qiganman, lekin aynan o'sha duduqlanuvchi temasi bo'yicha hali hech qayerda ko'rmagan mavzularni, ma'lumotlarni oldim. O'zlariga xos jihatdan o'rgatilmaydigan masalan oladigan bo'lsak, duduqlanish bo'yicha o'ziga xos usuldan o'rgatdilar. Bolalarni bizlar oson chiqarishimiz uchun juda ham foydali. Mavzular aytib ketishardida, ya'ni immun ichiga kirmasligi, duduqlanish nimadan kelib chiqadi, qanaqa etap bilan aytganlari degan. Birinchi etap, ikkinchi etap, uchinchi etap o'rgatdingiz, o'sha daqalarni bilmas edikda, prosta aytib ketishardi. Hozir mana bittalab o'rgatdingizda, qaysi etapda qanaqa metodika bilan ishlash, nafaslarni qanaqa olish, hammasi menga zo'r bo'ldi. Tushunchalarni ham EKG, EEG o'sha qanaqa ajratish kerakligi menga vashcha zo'r bo'ldi. Qani o'zimga zo'r baza yig'dim. Ko'rganimizda boshida birinchi marta kelgan o'sha savdo qismiga kelganimizda ko'rganimizda aynan etapdan o'zgarganini ko'rdikda, chunki birinchi kelganimizda boshqa etapdan biz oxirroqda hozir kelganmiz. Oxiriga kelganda hali ham kuzatyapsiz. O'zgarish bo'ldimi yo'q? Bo'ldi, ancha duduqlanishni ishlayaptimi?